Ana sizlar bilan oldingi darsimizda ko'prik qo'llarni qilib patologga o'tdik. Patologga qilishdan oldin suvoq qilishimiz kerak. Suvoq bizning esimizdan chiqib qoldi. Eng kerakli joyi mana mana shu bo'ladi endi. Suvoqni qanaqa qilamiz, qanaqa materiallardan suvoq qilamiz. Oldingi videolarimizda ham gapirib o'tgan edik. Mana bu gal aniq sizlarga o'zimni bilimimni yetkazaman xudo qolsa. Suvoqda sement umuman ishlatmaymiz biz. Yarim qo'ponni bir qo'pon emas, yarim qo'pon ishlatmaymiz. Sababi sementli uyda ziyoni ko'proq bo'ladi. Bola chaqalarga ham ziyoni ko'p bo'ladi. Odam o'ziga ham ziyoni ko'p bo'ladi katta degan. Bitta bespishanka deganmiz. Bespishanka. Bu tuproq, qum va albastirni aralashmasdan, qorishmasdan tayyor bo'ladi. U qishda issiq, yozda salqinlik beradi. Uyi havo olishi, nafas olishi juda ham yaxshi bo'ladi. Juda mustahkam, sementdan ham qattiq ushlaydi iloji boricha. Ana o'shaning uchun bespishankadan suvoq qilib, suvoq bo'lganimizdan keyin ana bundan keyin boshlaymiz patologga gipskarbon qilishni. U qurib olgandan keyin agar yozni issiqlar, kunlar bo'lsa, bir haftaga bormay qo'yadi. Ana o'shanda gipskarbonni keyin tushirsak bo'ladi. Keyin gipskarbonni qoqib, hozir gipskarbonda ana har xil qanaqa figuralari yo'q turibdi. Oddiy to'g'ri qilib qoqish modaga chiqib ketdi. Bizning bolalarimiz unisini ham qoqadi, bunisini ham qoqadi. Suvoqchilarimiz ham bir haftada bo'laman desa 3 kun 4 kunda bitirib chiqib ketadi. 2 etajli uyni 15 kunda bitirib chiqib ketishadi. Bir oyga bormaydi suvoq. Juda tez ishlaydi. Agar suvoqchilar kerak bo'ladigan bo'lsa, shunaqa sifatli suvoqchi kerak bo'ladigan bo'lsa, telefonlari bor bizda. Bizga murojaat qilsa, biz beramiz telefonlarni.